Qani pul deyapmanman sizga. Qo'lingizni oling men. Hamma pulni tamom qilding. Hozir mashta pul topib berishingiz kerak. Farq qildim. Uyga ro'zg'or Tamom qilding hamma pullarni. Qoching. Yo'qol. Qoching deyapmanman sizga. dedim. Qoch. Qoching, qo'lingizni oling. Nima deyapman? Qoch. Yaramas bola. Qani pul deyapman. Asabimga tegmang, iltimos qilaman sizdan. Pullarimni hammasini tamom qilding-ku. Otang kuydirgani yetmaganda sen meni tamom qilding-ku. Yetar! O'ldirding. O'ldirdimmi? O'ldirding. Yo'q. Avval o'lgansiz, bilasizmi shu narsani? Tamom qilding. Qani pul? Yo'q. Yeb ichib kuydirding meni, tamom qilding. Baqirmang, qani pul deyapman sizga. Yo'qligini ko'rding-ku. Seni ko'zingga qarashga ham or qilaman, nafratlanaman. Yo'q. Господи, что за шум еще? Чё, бабуля? Что такое? Опять скандалишь во дворе? Сколько можно? Надоел уже всем. День и ночь базары в твоем доме. Не надоело? Я вам сколько раз говорил, да? Не указывайте, бабуль, мне что сделать! Nima qilib qo'yding? Odamni o'ldirib qo'yding-ku. Uzr, men bilmasdan qildim. Martabamga tayandim. Men borib tushuntiraman o'zim. Xo'p deng. Men tushuntiraman. Iltimos qilaman sizdan. Jinoyat qilishdan oldin o'ylash kerak edi. Yaxshi o'tir. Ona boshlig'i, qabul qilib olinglar. Hol ichkariga kel. Yapib ishni oxirigacha. Ovozingni o'chirasanmi yo'qmi? Namuncha?
qizlarga o'xshab yig'layvermasang. Kampir o'ldirayotganingda mard eding-ku. Sen nereden bilasan? Sendan oldin bu yerga statyang yetib keladi. Uni ataylab o'ldirganim yo'q, shunchaki. Itargandim o'lib qoldi. Shunchaki. Shunchaki. Shunaqasi mayli. Bo'p turadi. Ben qachon chiqib ketaman bu yoqdan? Qachon? Sen bu sroging bilan kattalar koloniyasiga ketasan. Hey, menga qara. Namuncha eshakka o'xshab hangrayvermasang. Agar bu yerda erkak bo'lmasang, ishtoningni yechib ketishadi. Tushundingmi? Hey, uxlamaysanmi? Ezvordingga ovozing bilan uxlashga bermayapsan odamga. Uxlasam, cho'chavala tinch qo'ymayapti. Bilganingda qil. Bolalar, turdinglarmi? Haliyam uxlab yotibsizlarmi?
Baho. Savil yana keldi. Uyalmaydi ham shu kishi har kuni kelaveradi ichib olib. Baho. Qayoqqa? Yana ketyapsizmi? O'chirasanmi chakagingni? Hozir kelaman, odam keldi, chaqiryapti. Kim bo'ldi ekan endi shu mahalda? Assalomu alaykum. Alaykum. Ayoling meni eshitsa, ko'p sayraydigan bo'lib qoptimi? Aka bilasiz o'zini. Chakaga ochiq. Aka. Baho. Ertalabdan bosh og'riq bo'lyapti-yu. Tuzatish kerak. Men tashladim dedim-ku aka. Ayolni tashlash mumkin. Lekin bu narsani tashlab bo'lmaydi. Mana shuni ko'r. Qattan oldingiz buni yana? Qo'rqma, o'g'irlaganim yo'q, uyimda bor edi. Tag'in ertaga kelinayim kelib, boshim og'ritib, bitta chaka, ikkita chaka bo'lib, o'zim mana shundoq bo'ldim aka. Baho. Sen istamasang, men borib erkin boy topaman. Nuqul xotinlarga o'xshab xafa bo'ladigan odatlar chiqarasizmi? Hozir chiqaman. Ustimga bu narsa tashlab olay. Bo'laqa, tezroq bo'l. Xo'p. Turdilaringmi? Dadangni tez top. Turinglar. Halim, Salim, turinglar bolalar. Tur. Bor, tez dadangni topinglar. Nima gap? Oyi ertalabda. Turinglar dedim. Nima bo'ldi? Dard bo'ldi, balo bo'ldi. Nima gap? Tushuntirsangiz-chi, oyi? Nima, tinchlikmi? Dard bo'ldi, balo bo'ldi. Tur deganda chaqqan qimillaring. Xo'p, nima qildi ota? Onamdan qolgan tilla o'zigim o'g'irlab chiqib ketibdi dadang. Nima? Xudoyim, shuni ham menga ko'p ko'rdimi? Bo'ldi, oyijon, xavotir olmang, topamiz shu o'zingiz. Hozir. Tur. Menga qara. Hali sen orqasidan chopinglar. qo'shni aka borga o'sha uyga chiqqin. Jalilga aytgin, do'konni qarasin. Men ko'chani boshidagi petaga qarayman. Xo'pmi? Bo'la qol. Kiy ustingga, bo'l. Halil, tezlash. Menga qara. Qo'shninikida bo'lmasalar mahallani aylanib chiqqan, tushunarlimi? Jalilga ham tushuntirib qo'y, tushundingmi? O'ldiraman. Ket. Men seni o'ldirganim yo'q. Nima bo'lyapti? O'zing yiqilib tushgansan. Tinch qo'y meni. Ana kelyapti. Kim kelyapti? Qo'lga oling. To'xta. Kim bo'lsa-chi? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Halilov, tinchlikmi? Nima bo'lyapti senga? O'ldirmagin. Ha? Men uni o'ldirmagin. Yur, sen bilan psixologning xonasiga boramiz. Ishoning, menga hech qanaqa ayb yo'q. Nima bo'ldi o'zi, tinchlikmi? Davlating bor edi. Avjin so'radi. Avjin so'radi. Noisof. O'zingiz nima qildingiz? Kimga sotdingiz o'zingizmi? Kimga? Ha? Men sizdan so'rayapman.
Kimga sotdingiz o'zigimni? Ha peshanam sho'rvamay o'lsin. Hay sho'ram qurib qoldi. Ey. Bisotimda faqat bittagina o'zigim bor edi-yu. Ah, qani o'zik? Davlating zo'rida. Bolalar katta bo'lyapti demaysiz. Ertaga uylanaman deb turibdi bolalaringiz. Men nima qilaman? Kimga yalinaman? Kimga yalinaman? Oyijon, bo'ldi, nima qilasiz gapirib? Ko'ryapsiz ahvollar. Yura qoling dada. Yura qoling. Ehtiyot bo'ling. Dardimni kimga aytay? Ular bo'lsam o'lib bo'ldim. Oyijon, faqat shu qopti. Bo'ldi oyijon, bo'ldi. Yig'layvermang. Hali hammasi yaxshi bo'ladi oyijon. Hammasi. Xayriyatki, bugun alahsiramading. Baqir-chaqirlaring jonga tegib ketdi-yu. Ataylab qolayotganim yo'q-ku, nima qilay? Ha, bo'pti. O'rganib ketasan. Men bilan yashashingning tovoni bor, bilasan-a? Qanaqa? Yaxshi. Bugundan boshlab ikkoving kirlarimni yuvasanlar. Paypoq hidini jinim suymaydi. Tushundilaringmi? Bu yerda hamma o'z kirini o'z yuvadi shekilli. Voy. Eshikdan tashqarida shunaqa. Bu yerda men aytganim bo'ladi. Tushundingmi? Tushunmadim. Sardor, kiradigan joy qayerda? Mana bu boshqa gap bo'ldi. Malades. Sen birinchi borib yuzingni yuvib kelgin, u yog'ini ko'ramiz. Sardor, ketdik. Bor. Tezlashuvsami tez? Seni hamma kutib turibdi. Bo'ldi, hozir. Suhrob, shunaqa bo'lganmi? Voy Rustam, ishonmayapsanmi? Rostdan shunaqa bo'lgan. Tepasi o'zim bo'lganman. Javob, ishonmasang ana, shopdan so'ra. Yo'q. Men endi o'sha paytlar ish boshlagandim. Kim tegdi meni narsalarimga? Yig'il qolmang. Kim meni narsalarimni oldi?
Kimmi duxi yetdi? Senmi? Yo'q, men emas. Yo senmi? Yo'q. Ha? Kim oldi narsalarimni? Xayrli tong bolalar. Nonushtaga chiqarkanmiz. Yaxshi. O, menga qara. Uzugimni nega olding? Nima deyapsan? Tushuntirib gapir, aybim nima? Bilib turib, bilmaslikka olishni jayiblarkansan-u, ha? Sen hali meni qanaqaligimni bilmas ekansan. Qani narsalarim? Men seni hech nimayni olganim yo'q. Sen ichingdan pishgan ekansan, yaramas. Hali shoshmay tur. Sen bilan gaplashaman, tushundingmi? Nima shovqin? Abdujabbor. Nega olding narsalarimni? Senga Menda nima gapiryapman. qasding bor? Sen bola yaxshi gapga tushunmas ekansan, ha? Sen bilan hali boshqacha gaplashaman. Qolganlar safla. Nima bo'ldi o'zi? Tushuntirib bersalaring-chi, nima bo'ldi? Sardor, senga o'zim hammasini tushuntiraman. Bilasanmi? Rustamning aslig'idagida onasidan qolgan kumush uzugi bor edi. U haqida hech kim bilmasdi. Har tongda uzugini olib qo'liga taqardi. So'ng yana yashirib qo'yardi. Xo'sh, menga nima aloqasi bor buni? Uzuk yo'qoldi. Sen esa Nima, mendan gumonsirayaptimi? Men teganim yo'q uzugiga. endi bu gaplaringni izolyatordan qaytgach Rustamga o'ziga aytasan. Hayot gulzor deya kezdim, tikanlari chiqdi yo'ldan, dada tikanlari turfa ilonlari chiqdi yo'ldan. Tilindi qalb, shilindi til, baloyi nafs bo'ldi g'olib. Qumorga boy berildi or, pushmonlari chiqdi yo'ldan. Tilindi qalb, shilindi til, baloyi nafs bo'ldi g'olib. Qumorga boy berildi or, pushmonlari chiqdi yo'ldan. Ko'ngil berdim ul yo'ranogoh, axtarib ming tasallolar. Zahar hamda qildi ag'yori, yomonlari chiqdi yo'ldan.
zahar hamda qildi ag'yori yomonlari chiqdi yo'ldan Zaman halqa tegishdi deb necha fursat qilding sabr chektirib necha sohib zamonlari chiqdi yo'ldan umr qismat dedim balki peshonamga yozilgani Xudo urgan shaytanatning shaytonlari chiqdi yo'ldan umr qismat dedim balki peshonamga yozilgani Xudo urgan shaytanatning shaytonlari chiqdi yo'ldan Qaysi bir izolyatorni sog'indilaring? Ha? Sog'ingan bo'lsalaring aytlaring. Yoki jazo muddatini cho'zdirib beraylikmi? O'libmizmi? O'zi qachon chiqamiz deb kun sanayapmiz-u. Xullas, Po'latov Rustam. Men Sentyabr oyida seni jazo muddating tugallanadi. Bu haqida ota-onangga ma'lumot berdik. Agar namunali tarbiyalanuvchi bo'lsang, seni muddatdan oldin ozod qilamiz. Tushunarlimi? tushunarli. O'tir. Agar kim jazo muddatidan oldin chiqishni xohlasa, shunga qarab harakat qilsin. Tushunarlimi? Assalom. O'tiringlar. Uzr, tashkiliy ishlar bilan kech qoldim. Hech qisi yo'q. Darsni davom etinglar. Xo'p, yigitlar. Bugungi darsimiz noodatiy bo'ladi, boshqacha bo'ladi. Insho yozamiz. Mening hayotim qanday rangda degan mazmunda insho yozamiz. Qani? Boshladik. Jajavali bu sizmisiz? Jajavali. Jajavali bu sizmisiz? Demak, meni kechirgansiz, shundaymi? Простила. Простила. Uyingiz uzoqdami? Идем. Покажу. 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 Фара, сюда иди, сыночек. Фара.
сыночек. Идем. Не бойся. To'xta, qayoqqa ketyapsan? Ha, tinchlikmi? Nima ko'p qolding? Xola bu yoqda. Cho'chi xoli bu yerda nima qiladi? Cho'chi. Qani, yurchi. Yur. Tinchla. Yur. Agar istasang, uydagilarga aytaman. Senga yaxshi uzuk sotib berishadi. Bekor qil. Kumush emas. Tillasidan. Oilam o'ziga to'q. Balki uzukni yoniga boshqa narsa ham xohlarsan. Oh, menga qara. Tur. Voy, menga qara. Uzuging boshingda qolsin, tushundingmi? Uzuk onamdan qolgan esdalik. Aytdim, bekor. Onang qayerda? Onam juda erta vafot etgan. Ona mehriga to'ymaganman. Onam rahmatli to'yga ketishdan oldin har doim shu uzugini qo'liga taqib ketardi. Biz uzukni qo'lida ko'rib, onam aniq qayergadir ketayotganini bilardik. Izolyatorni qorong'u xonasida o'tirib uzoq o'yladim. Bu keng dunyoga onam sig'magan. Uni o'zigini saqlab qolganim bilan nima o'zgarardi? Baribir onam qaytib kelmaydi-ku. Menga qara. Tabletka sotishni kim o'rgatgan? Hammani taniyman deb o'ylaysanmi? Yo'q. Shunchaki bu bozorda sendeki lattalar bo'lmasdi-da. Hayronman bu yerda senga qanaqa qilib joy topilganiga. Nima bo'lyapti bu yerda? Hali ham yuvini bo'lmadinglarmi? Senga nima bo'ldi? Hech nima. Balki senlar bilarsanlar. Yo'q, bilmaymiz. Qani, tez-tez saf tortinglar.
Nonushtaga chiqinglar. Xullas shunaqa gaplar bo'lgan. Chal. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to Hayot zo'ridan, hayot zo'ridan. Shokirov. Men. Bu yoqqa kel. Dunyo quvonchlaring cheklanmagan. Shokirov. 2 sentyabrda seni jazo muddating tugaydi. Agar bundan ham yaxshi namunali xulqda bo'lsang, undan ham oldinroq qo'yib yuborishimiz mumkin. Tushunarlimi? Xizmatdan tashqari senga maslahatim. Bu yerdan chiqqaningdan keyin vatanimizga xizmat qiladigan yaxshi namunali farzand bo'lgan. Ota-onani o'yla, oila qurishni o'yla. Tushundingmi? Boshqa bu yerlarda sen bilan ko'rishmaymiz degan niyatdaman. İnsanlarning g'iybatlari tugamagan. G'am tashvishdan ko'zlarda yosh arimagan. Dunyo quvonchlaring cheklanmagan. Dunyo armonlaring hech bitmagan. İnsanlarning Yig'ishtir ashulangni. Voy, o'zingni bos. Qoshlaring. O'zingni bos. Qo'limni qo'yib. Skameykaga o'tkazamiz. Boshlayapman. Qo'limni qo'yib yuborlaring. O'zingni bos. Bo'ldi. O'zingni bos. Bas qil. Tinchlan. Qoch. Nima bo'ldi? Qo'yib yubor qo'limni. Nima bo'ldi? Meni ozod qilishar ekan. Xo'p, shunga Meni bu yerdan ketgim kelmayapti. Hozir uyga borsam, ota-onam itdek ko'radi. Uyga borishni xohlamayman. Shu yerda qolaman. sen jinnimisan? Ozodlikka chiqqing kelmayaptimi? Bu yerda meni kim kutyapti? Ha, Habib. Hammani ko'ziga it kabi ko'rinaman. Ozodlikka chiqishni xohlamayman. Odamlar qo'lini bigiz qilib ko'rsatadi. Bu shunchasi ozodlikni kutib yashayapti-yu. U yerga chiqqanimdan ko'ra shu yerdan o'ligim chiqqani yaxshi. Ozodlikka chiqishni xohlamayman. Men hayotimni barbod qilib bo'lganman. Habib, meni odam sifatida ko'rishmaydi. Chiqqim kelmayapti. Nima bo'lyapti bu yerda? Tinchlikmi? Hammasi yaxshi. Joyida hammasi.
Bola ozgina qizishib ketib, urishgisi kelib qopti. Qo'li qichyapti-da, yoshda. Qoni Ha? qaynagan. Qoni qaynagan. Qo'li qichigan bo'lsa, karterga borsin. Qani yur. Nega sotding nagli? Unga shu kerak edi. Va shunga erishdi. Temur Qurbonning o'lim sharpasi hikoyasi yakunlandi. Menga qanday savollaringiz bor? Marhamat, qanday savol ekan? Misol uchun bu hayotda tiriklayin o'lish mumkinmi? Tushunmadim. Qaysi ma'noda? Qaysi ma'noda bo'ladi? Shu oddiy hayotda tirik murdalar borligi rostmi yoki yolg'onmi? Xo'sh. Mavzudan biroz uzoqlashsak ham bu savolga javob beraman. Odamzod uchun eng og'iri o'z-o'zini jazolash hisoblanadi. Bunday insonlarni tirik murdadan aslo farqi yo'q. Inson o'ziga qilgan tan jarohatidan 1000 marotaba azobliroq bo'ladi. Hayotda o'z-o'zini jazolaydigan ahmoqlar ham bormi? Hayotda qalbida zarracha vijdoni bor insonga bu tuyg'ular begona emas. Yomon ishlaringizdan afsuslandingizmi? Demak, sizda hali vijdoningiz o'lmagan. Hamma vijdon bizda-da, aka. Bali, barakalla. Eng asosiysi vijdon o'lmasin. Ustoz kechirasiz. Keling. Bugun Farahga uchrashuv belgilangandi. Mayli, bemalol. Farah, buyumlaringni yig'ishtir. Men bilan kutishxonasiga borasan. Kim keldi? Savol bermasdan buyruqni bajar. Kim kelganini borganingda ko'rasan. Tur. Ona. Qani kel. Yaxshimisan bolam? Yaxshimisan o'g'lim? Bu yerda qiynalmayapsan bolam. Ko'zlaringni qara, kirtayib qolganini. Qara yuzlaringni. O'zib ketibsan-ku, bolam. Hammasi yaxshi, oyi, xavotir olmang. Otang yotgan qamoqxona boshqacha edi. Bu yerda sharoitlar yaxshi ekan-a, bolam. Xonalar zahmasmi, bolam? Yo'q, yaxshi, oyi, yaxshi. Oyi, teta Valyani qayoqqa ko'mishdi? Qiz onasini Angrenga ko'maman deb olib ketdi. Ular seni kechirishdi, bolam. Hatto militsiyaga davoim yo'q deb yozib berishdi. Ammo sud qaroriga hech qanday ta'sir qilmas ekan. Oyi, siz ham Sashani ko'rmadingizmi? Bunday do'stlaringni boridan yo'g'i yaxshi. Qamalganingdan keyin bularni birontasi ham ko'ngil so'rab kelgani yo'q. Tumtarqay bo'lib hammasi tarqab ketdi. Aslida bu joyda sen emas, ular o'tirish kerak edi. Seni yo'ldan aynitganlar aslida ular. Oyi, siz ham tushingizda
Jajavalyani ko'ryapsizmi? Nima? Nimaga unaqa deyapsan? Meni har kun tushimga Jajavalya kiryapti. Katta uy qurayotgan ekan. Ikkimiz birga yashaymiz kesang deydi. Nima? Unday dema o'g'lim. Qo'y Vayla o'zidan o'zi tinchib ketsin. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi bolam. Muddating tugagandan keyin o'qishingni ham tiklaymiz. Yangi uyga ko'chib o'tamiz. Endi u mahallada yashamaysan bolam. Oyi ketgim kelyapti men. Nimalar deyapsan bolam? Qayoqqa ketasan? Bilmasam. Bu yerda ham qolgim kelmayapti to'g'risi. Unaqa dema bolam. Qo'rqitma meni. Qayoqqa ketasan bolam? Qo'rqitma. Nima bo'lyapti senga? Ketmasam bo'lmaydi. Ketishim kerak. Yo'q, yo'q. Vaqt bo'ldi. Bo'pti, oyi, Yo'q. men borishim kerak. Bolam, birpas o'tir bolam, Men iltimos. ketdim, oyi. Nima, ishtahang yo'qmi? Ovqatingni yemayapsan? Birram bemaza. Shunchalik boy oilada tug'ilgan ekansan. Nima, bu ovqatni esmayapsanmi? Onamning ovqatlarini eslasam, mazasiga gap yo'q edi. Ovqatni oldida albatta salat ham bo'lardi. Unda yeb kelasda yashagan ekansan-da, ha? Yashashimiz yomon emasdi. Yaxshi yashagan bo'lsang, bu yerda nima bor senga? Pishirib qo'yganmi? Tezroq bu yerdan chiqib olay. Qaytib kelgan o'g'il bola emas. Hoy, menga qara. Srok tugaguncha kuch kerak bo'ladi. O'shaning uchun mana bu ovqatni katta-katta yegin, yana o'lib netib qolma. Jajavalya. Chiqarishmayapti. Birga yashaymizmi? Xo'p. Mayli. Mana uni yana tom ketibdi. Nimalar deb o'tiribsan u? Nima bo'ldi? Bilmayman. Mana uni yana tom ketibdi. Xos. Menimcha bu Menga qara, sen ham sog'massan. Bor, turga qol bu yerdan. Farah, senga nima bo'ldi? Jajavalya uy quribdi. Nima? Ketamiz. Endi meni olib ketarkan, kelamiz birga yasharkanmiz. Menga qara. Bitta kampir o'lgani bilan bu dunyoda odam kamayib qolmaydi. Tushundingmi? Yosh bo'lsa ekan,
O'ldi deb tashvishlanib yursang. Qari, qayoqdagi bir kampir bo'lsa. Kimga ham kerak u kampir? Endi bo'ldi, bu voqealarni esingdan chiqar. Lekin u yaxshi odam edi. Juda menga mehribon edi. Maktabga borishimdan oldin har doim konfet berib borardi. Konfetlari eski. Uyda boshqa odam yo'q edi-da, shuning uchun menga berib borardi. Bunaqa gaplaring bilan yuragimni siqmagin. Bo'ldi, o'ldi ketdi-da. Eslaganing bilan nima foyda? Yoshini yashab, hamma o'ladi. To'g'risini aytaymi? Gapir. Meni ham o'lgim kelyapti. Ey, o'lishga shoshilma. Seni qiladigan ishlaring ko'p. Sen o'lsang, kirlarimni kim yuvadi? Hazillashdim. Yur, kiramiz ichkariga. O'laman. Eshitaman. Nima? Nima bo'ldi? Qayerda? Xullas o'rtoq, shunaqa bo'lgandi. Voy, mana nima qilyapti? Kimni qidiryapsan, ey? Ha? Nima qilyapti bu? Tinchlikmi? Bilmayman, nimadirlar. Ertaga otam bilan onam ko'rgan kelishar ekan. Zo'ru? Maza-ku? Ha, shunga juda xursandman. Ha, olib kelishganidan bizlarga ham olib qo'yasan, ha? Men nimani yaxshi ko'rishimni bilasan, ha? 7 yil deganda birinchi marta kelishlari. Nima olib kelishlarini hali bilmasam. Turdiyev aytdi, bizga alohida xona berishar ekan. Sekinroq kul. Og'zing qulog'ingga tegish tugul, kirib ketay deyapti-ku. Boring ey. Ha, mayli, yur ketdik. Ahmoq. Bularning hammasi patsam. Uyasidan tashqariga chiqmagan musichalarga o'xshaydi. Ota-onasini ko'rsa, og'zini ochib turaveradi. Buncha zerikarli bo'lmasa, mana nima qilyapti? nima bo'ldi? Hoy. Bu nimaga o'rtaga turib olgan? Xullas, o'rtoqlar. Nima bu o'tirsha? Nima? Qani bir kayfiyatni ko'taramiz. Hammanglar og'zingizlarga tolqon solgandek o'tirishinglarni qaranglar. Bir o'zimiz kuldirib, yayrab, o'ynab, kulib mazza qilamiz. Kuldirchi bir. Ko'raylik qani. Assalomu alaykum.
Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Charchamas. Sog' salomatmisiz? Qayerdan kelib qoldinglar sizlar hammanglar? Birinchi otryad, bunisi ikkinchi otryad. Hammanglar shunaqami? Birinchi, ikkinchi otryad hammanglar. Yaxshisini. Siz nima qilib o'tiribsiz bu yerda? Nima qilib? Boring. Yomon qildingiz. Ha, ovozingizdan. Unaqa emasdi. Voy, kiyimlaringizdan sizni. Yo'q ketdi. Sochingizga nima qildi sizni? Soch. O'sra haqqi, siz sochingizni siz. Siz nima qilib o'tiribsiz? Nima qilib o'tiribsiz sizdan? Nima qilib o'tiribman? Nima qilib o'tiribsiz? O'shani sizdan so'rayapman. Bilsam so'ramasdim. Men bu bolaning mushaklarini qaranglar, buni mushaklarini. Tog'ni ursangiz talqon qilasiz. Nimaga tushdingiz bu yerga? Nimaga tushdingiz, ha? Nimaga tushdingiz? Tuba, unaqa qaramang. Bo'ldi qilay. O aqlli. Sen nega kulmayapsan? Yana nimalarni yozyapsan? Yoz. Men haqimda ko'proq yoz. Xo'p. Ana u kuni shoir kelibdi. Eshitdingmi? Ha, eshitdim. Dastxat olmoqchi edim, ulgurmay qoldim. Ana u qora qosh bor-u. O'sha menga ertaga shoir keladi, oldiga chiqasan devdi, damingni oldi bordim. Ja, unchalik demagandirsan. Hey. Endi shunaqa ro'y endi qo'yaverasan. Yuragimni tildi har kuni sovuq qishning sovuq nafasi. Sevgi, do'stlik, muhabbat tark etdi-ku barchasi. Iforlaring tarqat qirlarga, qalbimni tark etsin armonlar. Ishonmayman shirin so'zlarga, dunyoda ko'p ekan yomonlar. Men bahorni intiqib kutdim, yuragimda yana olov yo'q. Dalalaru soylardan o'tdim, salom senga, lola qizg'aldoq. Ichimdagi dard u alamni sendan boshqa tinglaguvchi bormi? Aldab ketgan go'zal sanamni menday har kun o'ylaguvchi yo'q. Yomg'irlarning ostida ivib, bugun seni yoningda qolay. Bu bevafo dunyoda kulib, o'lsam hamki yoningda o'lay. Men bahorni intiqib kutdim, yuragimda yana olov yo'q. Dalalaru soylardan o'tdim, salom senga, lola qizg'aldoq.